kuni ertalab tongda mazza qilib yuguryapman. Zavq bilan, shiddat bilan cho'pib, ko'krak nafasdan to'lib zavq bilan yugurayotgan ekanman. Biror marta bunaqa antiqa bir rohat olmaganman-da, boshqa narsadan, biror narsadan. O'shanda bir kimdir chaqirgandek bo'lib qoldi-da. Kimdir chaqirdi. G'alati bo'lib qoldim bir. Qayerdan nima tushunmay qoldim o'sha payt. Bilsam, u narsa tush ekan. Lekin xafa bo'lmadim, tush bo'lsa ham. Mayli, tushimda zato yugurdim-ku, shu narsani ko'rdim. Tushimda bo'lsa ham mazza qilib yugurdim. Allohga shukr, shu narsani menga ko'rsatdi. Mani fikrimcha, bu narsa hozir aytib berayotgan narsam ko'p kishi tushunmas ekan. Chunki odamlar uchun yugurish, sakrash, futbol o'ynash oddiy holatda bu ular uchun. Umuman ularga oddiy holatdek ko'rinadi. Lekin ayrimlar uchun bilishmaydiki, bu narsa katta bir baxt. Men ulardan farqim, mana maqsadim bor hayotda. Va u maqsadga intilish uchun menga ko'maklashadigan ota-onam bor. Do'stlarim, yaqinlarim, ular menga ko'mak berib turishadi shunaqa payt. Endi bo'ladi ayrim payt sinib qolish, masalan. Hayotdan to'yib ketish ham bo'ladi, lekin o'sha payt ota-ona, do'stlar motivatsiya berishadi-da ular. Shunda tushunib yetasiz o'zingizni borligingizni, yashayotganligingizni. Mana ota-onam hech qachon meni ajratib qo'yishmagan. Doim menga unaqa bir g'amgin qarash qilishmaganda, oddiy farzand sifatida ko'rishgan. Masalan, uyda ko'maklashishga, uy ishlarini qilishga, sen tegma, sen unaqa ko'tarma, senga mumkin emas degan ishlar umuman unaqa gaplar bo'lmagan biz oilada. Oddiy bir farzandda boshqa bir oddiy farzandga qarashgan. Shu narsa juda foydasi bo'lganda u narsani. Uy ishlarini qilaman. Ota-onamga yordam beraman. Ertalablar nonushta tayyorlab beraman uydagilar uchun. Xursand bo'lishadi. Voy deyshadi, o'g'lim menga ovqat taqlab qo'yishibdi. Zavqlik tayyorlab qo'yibdi. Xursand bo'lishadi uydagilar. Shu kichkina narsalarga ham uydagilar "Vo" deb baho berishganda. Bu narsa menga shunaqa bir motivatsiya berib o'rganda. Shu narsa yana shu ertalablarni nonushta qilib, masalan, oyimni uqalab, oyim xursand bo'lsin. Mamul, papul, zavtrak tayyor. Foydam tegishini xohlayman-da, masalan, uy ishlarini qilaman, trenirovka qilaman, ishlayman, otakasb, masalan. Otakasb, sapojnik, masalan, otaman sapojnik, o'sha ishlarini qilishga, ko'maklashishga yordam beraman. Ravshan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zing tayyorlading? Albatta. Assalomu alaykum. Oyijonim, mana oyijon. O'tiring. Bugun bayram. Nima deysiz buni? Ay, to'xta. Yelka qani? Mana bu yoqqa olib qoling. To'xtang, o'zim olib o'tiring. O'tir. Dam olasiz bugun. Voy, choy muncha achib ketdi. Achib qo'yam, ustiga qo'yamiz. Bo'pti-da. Tarelka ham olmi? Xo'p. Shu. Ma, omni ham oling. To'xtang. Ishga boradi, ishga.
Borala eshikka. Mana buni olib. O'tir, choy ich. Yo'q, qorin to'g'ri yeb oldim. Yedingmi? Bilasizlar. Oyijon, bugun sal kechroq kelaman, xo'p? Ha? Yorasanmi? Uchrashuving bor. Mayli, yaxshi. Vaqtida kel. Agar men kulsam, oyim ham kuladi-da. Men tushkunlikka tushib qolsam, oyim ham tushkunlikka tushib qoladi. Oddiy bir bola edim. Tengdoshlarim bilan yugurib, mazza qilib o'ynab yurardim. Ikki oyoqlab yugurib, o'ynab yoshligimni surardim-da. Lekin 7 yoshimda yiqilib tushganimdan keyin oyog'im kasallikka uchradi. Bu kasallik orqasidan biz ko'p lecheniya, har xil davolash uslubini qilib ko'rdik. Foydasi bo'lmadi. Oyog'im o'sishdan to'xtadi. Oğlum, qara bola o'ynashyapti. Shularga qarab o'tiring, xo'p? Hozir kelaman, boraman kelaman. Ehtiyot bo'lgin, xo'pmi? Xo'p. Yoshligimda ko'p masxara qilishgan. Qo'llari bilan ko'rsatishgan hatto. Aka futbol o'ynaysizmi? Oyoq so'kka o'ynolmaysiz-ku. Oyi, qarang, bitta oyoq yo'q aka deyishgan. Kichik bola to'g'ri yosh, lekin alam qilgan shu gaplarni. Juda alam qilgan. Oddiy bir gap, to'g'ri. Ham qilgan lekin. Yostiqqa boshimni bosib shunaqa yig'lardim, shunaqa xo'rsinib yig'lardimki, lekin ovozimni chiqarmasdim. Uydagilar eshitmasin deb yostiqqa boshimni bosib shunaqa xo'rsinib yig'lagan paytlarim bo'lgan. Men ham boshqa bolalarga o'xshab velosiped haydashni xohlayman. Futbol o'ynashni xohlayman. Kerak bo'lsa mashina haydashni ham xohlayman. Lekin qila olmayapman. Boshqalardan ajralib qolmaslikni xohlayman. Mayli ajralib qoling, lekin unaqa birov barmoq bilan ko'rsatadigan yomon ma'noda emas-ku. Uyda bo'sh qolganimda uy ishlarini qilishga harakat qilaman. Uydagilarim, ota-onam xursand bo'lsin-da, shu o'g'lim yotmagan, faqat yotib olib kino ko'rib, telefon o'ynab o'tirdi deb o'ylamasin. yoshlarda o'zi tashqarini ko'rish, masalan, tashqarida o'tirardim, skameykada ko'cham qarab, o'zim qatori tengdosh bolalar, endi qizlar bilan ham yurishardi ular, o'ynab, kulib, mazza qilib. Menga mumkin emasdi. Menga qish paytida tashqariga chiqish mumkin bo'lmaganda, chunki agar yiqilib tushsam, oyog'im tez sinardi. Shuning uchun uy qamog'ida bo'lganman. Ayrim payt o'ylanib qolardim-da, nimaga bunaqa yaratgan? Alloh. Siqilib qolardim. Lekin hozir shukr qilaman. Chunki ko'rardim-da, tilanchilar o'tirardi, pul so'rab, bir oyog'i yo bir kamchiligi bor. O'shani ko'rib siqilib qoldim-da. Meni kelajagim nima bo'lar ekan degan fikr keldi. Mana shunaqa qolib ketamanmi? Ular rivojlanadi, men shu oddiy nuqsonim uchun orqaga qolib ketaman degan fikr paydo bo'ldi-da. Endi men maktabga ketaman deganman. Nima bo'lsa bo'lsin dedim. Mayli, yiqilamanmi, bir narsa bo'laman, yiqilsam turaman deganman. Chunki o'sha jamiyatga qo'shilgim keldi-da. Men ham boshqalardek
do'stlar o'rtasida yurishim keladi. Aylanishga chiqkim keladi. Dunyoni ko'rgim keladi-da. Agar rozi bo'lsang, maktab borasan. Faqat shart. Qanaqa? Oyog'ingni kesamiz deyishdi. Boshqa ilojisi yo'q ekanmi? Protezlash masalasida. Ular o'ylashdiki, hozir bu yo'q deydi, qo'rqadi. Dedi. Men maktabga boraman. Yo'q. Siraz rozi bo'ldim. Qiynalish, mening fikrimcha, qiynalish kelajakda mukammal inson bo'lishni boshlanishi. Yana bilmadim kimga qanaqa. Yaxshi bo'ladi. Og'riq juda kuchli bo'lgan. Juda kuchli og'riq bo'lgan o'sha payt. Hozir eslasam yon bo'lib ketaman. Va nihoyat maktab bordim. Do'stlar, yangi do'stlar. Do'stlarim bilan o'ynab kulardik-da, o'zi boshlandi. Men orzuyimga yetdim-da. Atrofimda o'zim tengdoshlarim, qizlarim, yigitlarim hammasi bor edi-da. Sinfdoshlarimni ko'rdim. Ayrimlari sport bo'yicha yutuqlarga erishyapti. Kimdir boks bo'yicha, kimdir karate, dzyudo bo'yicha marralarga erishyapti-da. Hammasini o'qituvchilar, masalan, bitta o'quvchimiz mana shunaqa medal oldi, shunaqa degan payt ularga havasim kelardi. Hamma o'z ustida ishlayapti, hamma rivojlanyapti, o'syapti. Ammo nima qilaman? Ular oyog'i bor, yuguradi, futbol o'ynaydi. Ammo qo'llarim sovuq-ku. Qo'llarim bor ikkita. Shu bo'yicha ishlayman, qo'l bo'yicha sport qancha dedim. Paralimpiyaga qiziqish paydo bo'ldi shu payt. Paralimpiyaga har xil shtanga ko'tarish, turnik, mana bunaqa narsalar boshlandi-da. Boshladingizmi? Paralimpiyada powerlifting bo'yicha, shtanga ko'tarish bo'yicha marralarga erishdim. Buxoro bo'yicha o'zim vesim bo'yicha birinchi o'rin olganman. Yaqinda kanoe bo'yicha musobaqa bo'ldi Paralimpiyada. Undan medallar olib keldim. Chunki sportda qiziqish bor-da. Muammo hammada bor. Menda ham bor. Asosiysi harakat qilish kerak. Meni muammoim oyog'imda. Lekin men yengib o'tdim. Chunki agar inson yengilmasa, hamma narsani uddallaydi. Faqat harakat va harakat. Harakat qilgan inson albatta bir narsasiga erishadi. Gapimga ishoning. Albatta bir narsaga erishadi. Vaqt juda qimmatbaho. Juda. U kunlari maktabga xursand bo'lib yurdim-da. Maktabga boryapman. Hozir o'sha institutdaman.
yashil blanka bilan yozilgan. Siz Temiev Ravshan Rustamovich grant asosida o'qishga qabul qilindingiz. San'at institutiga niyatimga erishdim, grant bilan kirdim. Hozirda birinchi kurs kino televideniya rejissyorligida o'qiyapman. Kimsan Jahongir Qosimovning o'quvchilaridan endi. Faxrlan Sarsiy degan gapda. Bo'lidamga, padara buzrukvorimga bir kishi kelib aytsa, "Shu o'g'lingiz maladesda. 7 farzand o'stirganingiz uchun katta rahmat" desa, ota-onam xursand bo'lsa, bundan katta baxt yo'q. Men kelajakdagi rejalarim montaj bo'yicha o'z tajribamni oshirtirish. Sevgan insonim ham bor. U meni sevadi. Eng qizig'i borligimcha sevadi. U hatto protez kiyishimni ham so'ramaganda. Masalan, boshqa kishi bo'lsa protez kiyib yursangiz bo'lmaydimi deb qiziqmaganda. Qiziqqan bir marta aytganman. Oyog'im og'riydi, unaqa tushuntirib berganman, qonab ketadi degan. Bo'ldi, unda oyog'ingiz og'risa shart emas. Men shundoq ham sizni sevaraman, shart emas uni kiyishingiz degan. Menimcha shu sevgi. U men bilan uyalmaydi hamda birga yurishga. Mazza qilib aylanib yuraveramiz. Umuman o'ylamaydi-da, masalan, bir nima bo'ladimi, hazil ham qilib biladi menga shu tema bo'yicha. Umuman uyat degan narsa unda yo'q-da, masalan, bitta oyog'i yo'q. Kelajakda qanaqa qilib yashaymiz? Uni borligimcha sevib olganda. Borligimcha. Men baxtli inson deb bilaman o'zim. Faqat harakat qilish kerak. Tinmasdan harakat va harakat.